2026 yil 12 yanvar kuni RTV telekanalida O'zbek seriali Marjona"ning navbatdagi 41 qismi chiqadi va bu o'ta muhim lahza. Syujet shunday keskin burilishlarni boshdan kechiradiki, ekrandan ko'z uzishning iloji yo'q. Bu qismda Marjona hayotidagi eng og'ir tanlovga duch keladi. Oila oldidagi burch bilan chin muhabbat o'rtasida qoladi. Bu muhabbat allaqachon uning qalbini egallab olgan. Qahramonning his-tuyg'ulari juda nozik va ta'sirli ko'rsatilgan. Har bir ko'z yoshi, har bir nigoh, har bir sukut so'zdan ham balandroq gapiradi. Rejissyor va aktyorlar o'zlarini oshirib yuborgan. Bosh qahramonlar o'rtasidagi kimyoviy aloqa shunchalik kuchliki, yurak urishi tezlashadi. Ikkinchi darajali voqealar ham hikoyaga chuqurlik va haqiqat bag'ishlaydi. Ayniqsa, an'anaviy o'zbek qadriyatlari zamonaviy drama bilan qanchalik uyg'unlashgani juda chiroyli va ta'sirli. Rostini aytsam, oldingi qismlarni ko'rib tinch uxlay olmay qolgandim. Shunchalik qattiq ta'sir qildi. 41 qism eng kuchli va hissiyotli qismlardan biri bo'lishiga shubha yo'q. Ro'molchalarni tayyorlang, choyni qaynatib qo'ying va o'tkazib yubormang. Bu chinakam yurak titratadigan voqea bo'ladi. Marjona o'zbek seriali oddiy ko'ngilochar emas, balki haqiqiy san'at asari ekanini yana bir bor isbotlamoqda. Ertangi kechqurunni katta hayajon bilan kutaman.